Birdaniga ikkita Porter chiqdi-yu, bunisi 2018-yili chiqarilgan, mana bunisi 2020-yili chiqarilgan. Birinchi mana buni obzorini qilamiz akalar. Motor, korobka, ходовойlarida umuman qilinadigan ishlar yo'q. Absolyutni без вложения mashina. Balonlarini polni oltalasini ham yangi qo'yib qo'yibdi. Mashinamiz samasval akalar, samasvalda ham. Haligi aka 80 mingligidan qo'yganman, bu elektronli mashina o'zi o'chig'ligidan ham ko'tarib tushiraveradi deyapti. Orqa taraflaridan ham bir qator ko'rsating-da. Xo'p, keling endi ichki salonlarni ko'rsatamiz. Ichki salonlarga keladigan bo'lsak, probegi 300 qancha ham ming ekan, почти 400 mingga yetib qolgan. Avtomat korobkada, elektropaket, podogref sideniyalar bormi? Podogreflar bor ekan akalar. Buni puliga keladigan bo'lsak, 1 million 100 ming so'mga qo'yilyapti. 133 akalar, eng ходовойi, eng yaxshisi bular bozorda yaxshi ketadiganida. 1 million 100 ming so'm. Egasini nomerini ekranda qoldiryapman yoki описаниеda qoldiryapman. Egasiga telefon qilib ko'ramiz. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, sredniy komplektatsiyada 2020-yilgi Porterimiz, bu samasval emas. Buni ham balonlari polni yaxshi holatda. Ichki salonlarni bir qator ko'rsataylik. Sredniy komplektatsiyada mexanika emas, nima? Tiktronika ekan bunisi. Probegi akalar 50 ming probegda deyapti. 2020-yil 50 ming probegda. Abduf yo'q ekan, podogref sideniya, podogref rullarigacha bor ekan, podogref zerkalarigacha bor ekan. Orqa taraflaridan ham bir qator ko'rsatamiz. Xo'p, mashina idealniy sostoyanida pullariga keladigan bo'lsak 1 million 200 ming so'mga chiqyapti. Egasini nomeri yoki описаниеda yoki ekranda qoldiryapman. Egasiga telefon qilib, kam ko'zini gaplashamiz. Bo'ldi, rahmat.